Iloji boricha oq rangdagi, yorqin rangdagi kiyimlarni kiying. Chunki qora yoki to'yg'in rangdagi, tim qora, qoramtir rangdagi kiyimlar, shapkalar hammasi issiqqa tortadi ular. Oqroq, sariqroq yoki yorqin rangdagi, ochiqroq rangdagi kiyim-kechaklar issiqqa nurini, ultrabinafsha nurni qaytarish xususiyatiga ega. Shuning uchun ham kepkalarni oqidan kiying, futbolkalarni oqidan kiying, shimlarni iloji boricha yorqinroq rangidan kiying. Ana shunda sizni oftob urmaydi. Ana shunda siz oftobdan ancha-muncha saqlanib turasiz. Shuning uchun ham xalqimizda ko'pincha mashinalarni oqini oladi-ku. Buxoro, Xorazm, Navoiy judayam issiq bo'lganligi uchun ko'pincha o'sha tomonlarda ham mashinalarni bilsangiz shu oqini yaxshi ko'radi. Chunki qora mashinaga ham birinchidan kun uradi, qizib yonib ketadi ichi. Ham ikkinchidan tez chang tortadi o'ziga. Kiyimlar ham shunaqa. Yozgi chilla issiqlarida ko'cha-ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, demak oqimtir, yorqin kiyimlarda yuringlar. Ro'mollarni ham yozda oqrog'idan o'rashingiz kerak. U ultrabinafsha nurni qaytarish xususiyatiga ega, tushundingizmi? Telegramda qidiruv joyiga Ischanov deb so'z yozsangiz, mana rasmiy kanalimni chiqarib beradi. Ya'ni doktor Ischanovni. Doktor Ischanovni Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor mana. Ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal. Telegramdagi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying deganimiz sababi YouTube'ga chiqarilmaydigan dolzarb yangiliklar, muammolar, masala, tavsiyalar, qisqa lavhalar tez-tez chiqarilib turadi. Ko'rib borasiz.